Bugun sizlar bilan astarli liboslarga tikiladigan klassik uslubdagi cho'ntak tikish texnologiyasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun avvalambor cho'ntak o'rnini belgilab olamiz. Eniga 13 cm, bo'yiga 1,5 cm qilib. Keyin esa 2,5 cm lik plankalarimizdan ikkita tayyorlab olamiz va 0,6 cm da tikib olamiz. Mana 0,6 cm da to'g'ri strochka o'tib oldik. Yana 0,6 cm tikish haqiga tashab qirqib olamiz. Plankalarimizni ham xuddi shu ko'rinishda qilib keltirib olamiz. Endi chizib olgan chiziqlarimizga plankalarimizni joylashtirib olamiz va ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. 3 cm tikish haqqi qoldirib. Xuddi ko'rsatganimdek chizig'ini tekislab belgilab oling. Plankalarimizni chizib olgan chizig'imizga belgilab tikib olamiz. Xuddi mana shunday qilib ikkala plankalarimiz ham tikib chiqiladi. Cho'ki 1 cm ga yetmasdan belgilagan tilcha qismimizni kesib olamiz. Plankalarimizni orqa tarafga ag'darib olamiz. Keyingi ishimiz orqa tarafga ag'darilgan plankalarimizni yaxshilab dazmollab olamiz. Endi tilcha qismimizni tikib olamiz. Tayyor bo'lgan cho'ntagimizga cho'ntak qopqog'ini tiqib olamiz. Va cho'ntak qopqog'imizni tikib olamiz.